Yoshligimizni eslatuvchi ta'mga ega midoviyni bugun sizlar bilan tayyorlaymiz. Yumshoqini juda ham mazali chiqadi. Ayniqsa issiqqina choylar bilan zo'r ketadi. Bu retseptni o'rganib olib, bemalol sotuvga ham qilsanglar bo'ladi. Chunki tayyorlanish texnikasi ham juda ham oson va tez tayyor bo'ladi. Birinchi qiladigan ishimiz mikser idishiga tuxumlarimizni chaqib solib, shakar bilan ko'pirtirishga qo'yib qo'yamiz. Endi keyingi ishimizni boshlaymiz. Gazga qo'yadigan idishga asal solib, chayni soda solib kovlab turamiz. Aynan shu etapida asalni yaxshilab qizartirib olsak, midoviyimiz rangi chiroyli bo'lib chiqadi. Qizartirilgan asalimizga sariyog'imizni ham solib olamiz. Erib ketgach, tuxumli massamizga solamiz asalli massani. Tuxumli massamizga ham chayni soda razliqli solib, yaxshilab aralashtirib, uni ham solib olamiz. Midoviyimizni qo'shlarni pishirish uchun bizga list kerak bo'ladi. Men har doimgidek o'zimizda sotuvda bo'lgan nержавейкали 30 ga 40 razmerdagi listlarda pishirib olaman. Patnisli shirinliklarni tayyorlashga juda ham qulay bo'lgan listlarimiz har doim sotuvda bor. Profil shapkasidagi Didu Shop kanaliga ulanmasanglar, to'liq ma'lumot beramiz listlar bo'yicha. Midoviy qo'shlarni xohlasanglar 3 taga yoki bo'lmasa 4 taga bo'lib pishirib olsanglar bo'ladi. Men 4 taga bo'lib pishirib oldim. Midoviylarga mos bo'lgan juda ham mazali chiqadigan zavarnoy krem tayyorlab olamiz. Bu zavarnoy kremni tayyorlanishini to'liq retseptini Telegram kanalimga joylab qo'yaman. Telegram kanalimga esa profil shapkasidagi havola orqali ulanib olsanglar bo'ladi.